Siz amirsiz, siz Timursiz, Jahongir Sulton. Joriy yilning 9-aprel kuni Shahrisabz shahrida Buyuk Sarkarda Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi keng nishonlanmoqda. Mazkur sana munosabati bilan shaharda turli madaniy ma'rifiy tadbirlar, teatr tomoshalari, musiqiy kechalar, tasviriy va amaliy san'at ko'rgazmalari hamda ilmiy ma'rifiy uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Ushbu tadbirlar ajdodlarimiz merosini chuqur anglash, uni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qashqadaryo viloyati hududiy bo'limi ijodiy jamoasi ham o'zining dilbar va betakror kuy-qo'shiqlari bilan tadbirga o'zgacha ruh bag'ishlab, mehmonlar qalbidan chuqur joy egalladi. Sohibqiron bobomiz Amir Temur tavalludining 690 yilligi bilan keng nishonlanyapti yurtimizda. Xosatan mana shu Shahrisabz shahrida tug'ilgan o'zi mana shu yurtimizda Qashqadaryoda bayram qilinyapti. Bu albatta juda yaxshi tadbir. Mana shu kelajak yosh avlodimizga Amir Temur bobomizni kimligi, mana yurtimizga qo'shgan o'sha hissalari, barcha o'sha buyuk shaxs bo'lganligini o'sha yosh avlodga yetkazish. Albatta Amir Temur bobomizni o'sha kuch adolatda degan shiorlarni hamma biladi. Mana shunday adolatli yurtda yashayapmiz. Mana shu kun barchaga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi do'stlar, bir Temur bobomizni tuzuklarini eslasa-ya. Marhamat, birinchini o'zim boshlab bersam. Kuch adolatdadir. Dushmanni kichik deb bilma. Har bir ishda aql va reja muhimdir. Biz kim mulk Turon, Amir Turkistonmiz. Millatlarning eng buyugi Turkning bosh bo'g'inimiz. Har kim o'z ishini ustasi bo'lsin. Adolat bilan ish yuritgan davlat abadiy bo'lur. Do'stga sinovsiz ishonma. Kelinglar, men shu Amir Temur bobomizni o'gitlarini katta ashula qilib aytib bersam, ha? Qani yaxshi bo'ladi. Eshitaylik. Birinchi Shahrizoxatdan eshitaylik. Mayli, marhamat. Ilmli odam jamiyatning boyligidir. Sohibqiron Amir Temur ilmli va bilimli insonni yuksak baholaganlar. Bizni qudratimizga shubha qilganlar. Biz qurdirgan imorat kabi. Siz amirsiz, siz Timursiz, Jahongir Sulton. Siz amirsiz, siz Timursiz, Jahongir Sulton. O'zbekiston buyuk davlat.